chiqarsa bo'lardi-ku. Men bilasizlar, xalq nazoratiga ko'p ayrim joylarni tashib turaman. Yaqinda bitta joy tashagandim, yo'ldan shlang o'tgan. Shlang o'rtada endi yo'lakcha piyodalar uchun odamlar o'tib qaytadi, ustidan velilar o'tadi, shlang yorilgan. Ikki tomonga o'tlarga, daraxtlarga suv chiqish kerak bo'lgan joy edi. O'sha shlang kesilib bo'linib yotgandi. Keyin men xalq nazoratiga tashladim. Tashagandan keyin holat nima bo'ldi? O'rganib chiqishibdi-da. Mana qarang. Texnologiya bo'pti. Texnologiya. Qaysi kalla bilan o'rtoqlar aytaylar, qaysi kalla bilan bunaqa narsalar qilish mumkin? Qayerdan keladi odamlarning kallasiga bunaqa narsa qiladi? Bu o'zi mana bunaqa daraxtlarni sug'orish uchun-da, bunaqa kuchli napor bilan sepmaydi-da, lekin mana buni qaranglar. Mana. Nima deysizlar? Bilan yozib qoldiringlar. Mana buni to'g'rilab, yo'li tagidan chiqarsa bo'lardi-ku. Men bilasizlar, xalq nazoratiga ko'p ayrim joylarni tashib turaman. Yaqinda bitta joy tashagandim, yo'ldan shlang o'tgan. Shlang o'rtada endi yo'lakcha piyodalar uchun odamlar o'tib qaytadi, ustidan velilar o'tadi, shlang yorilgan. Ikki tomonga o'tlarga, daraxtlarga suv chiqish kerak bo'lgan joy edi. O'sha shlang kesilib bo'linib yotgandi. Keyin men xalq nazoratiga tashladim. Tashagandan keyin holat nima bo'ldi? O'rganib chiqishibdi-da. Mana qarang. Texnologiya bo'pti. Texnologiya. Qaysi kalla bilan o'rtoqlar aytaylar, qaysi kalla bilan bunaqa narsalar qilish mumkin? Qayerdan keladi odamlarning kallasiga bunaqa narsa qiladi? Bu o'zi mana bunaqa daraxtlarni sug'orish uchun-da, bunaqa kuchli napor bilan sepmaydi-da, lekin mana buni qaranglar. Mana. Nima deysizlar? Bilan yozib qoldiringlar. Mana buni to'g'rilab, yo'li tagidan